Ushbu farmonning asosiy g'oyasi oddiy va aniq. Yangi tizimning markazida idora emas, inson va uning ehtiyoji turadi. Shaxsni aniqlash, uning holatini baholash, xizmatga yo'naltirish va jamiyatga qayta integratsiya qilish yagona uzluqsiz jarayonga aylantiriladi. Birinchidan, odam savdosidan jabrlangan yoki jabrlangan deb taxmin qilinayotgan shaxslarni erta aniqlash va tezkor xizmatga yo'naltirish tizimi tubdan o'zgartiriladi. Endilikda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, reabilitatsiya markazlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlarga dastlabki identifikatsiya qilish vakolati beriladi. Shu bilan birgalikda 2026-yil 1-sentyabrdan agentlikning 1146 qisqa raqamli ishonch telefoni orqali odam savdosiga doir murojaatlar qabul qilinadi. Ijtimoiy, psixologik, huquqiy va boshqa masalalarda maslahat hamda axborot beriladi. Shu bilan birgalikda chet el davlatlaridagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalarida alohida ishonch telefonlari ishga tushiriladi. Mehnat migratsiyasi ketadigan har bir shaxsga borilayotgan davlatdagi diplomatik vakolatxona va migratsiya agentligi vakilining aloqa ma'lumotlari taqdim etiladi. Shaxs dastlabki identifikatsiya qilingan paytda o'zida uning oilasining ijtimoiy, iqtisodiy holati, xavfsizligi hamda xizmatlarga ehtiyoji baholanadi. Yana bir yangiliklardan biri bu hududiy komissiyalar tomonidan yakuniy identifikatsiya qilish muddati 30 sutkadan 10 sutkagacha qisqartiriladi. Ikkinchidan, bu jabrlangan shaxslarning xizmatlardan foydalanish imkoniyati kengaytiriladi va jamiyatga barqaror integratsiya ta'minlanadi. 2026-yil 1-sentyabrdan yashash joyi bo'lmagan murojaatchi va uning voyaga yetmagan farzandlari reabilitatsiya markazlariga vaqtincha joylashtirilib, shaxs 3 sutka ichida dastlabki identifikatsiyadan o'tkaziladi. Shuningdek, shaxsning holatini baholab, zarur psixologik, huquqiy va boshqa ijtimoiy xizmatlar bilan ular ta'minlanishadi. Avval respublika faqat Toshkent shahrida odam savdosidan jabrlangan shaxslarga reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, endilikda ayollar va bolalarni reabilitatsiya qilish respublika markazining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo, Samarqand va Farg'ona viloyatlari hududiy markazlarida odam savdosidan jabrlangan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlari qabul qilishi yo'lga qo'yiladi. Markaz tavsiyasi asosida reabilitatsiya markazlariga borish-kelish xarajatlari Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Reabilitatsiya markazlariga joylashishni istamagan shaxslar inson ijtimoiy xizmatlar markazi xizmatlaridan kunduzgi qatnov asosida foydalanishi mumkin bo'ladi. Shaxs va uning oilasi belgilangan talablarga mos kelsa, alohida murojaatsiz ijtimoiy reyestrga kiritilib, tegishli yordamlar bilan qamrab olinadi. Bu yo'nalishdagi eng muhim vazifalarimiz barcha mas'ul mutaxassislarni yagona uslubiyat asosida tayyorlash, idoralar o'rtasida tezkor axborot almashuvini yo'lga qo'yish va shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligini qat'iy ta'minlashdan iborat. Biz faqat vaqtincha boshpana va bir martalik yordam bilan cheklanmaymiz. Har bir shaxs uchun kasbga yo'naltirish tavsiyasi ishlab chiqilib, kasb-hunarga o'qitish xarajatlari bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan qoplanadi. Uchinchidan, odam savdosidan jabrlangan bolalarning eng yaxshi manfaatlari va xavfsiz oilaviy muhit ustuvor tamoyiliga aylantiriladi. Jabrlangan bolani avvalo xavfsiz bo'lgan taqdirda o'z oilasida qaytarish va bola bilan birga uning oilasini ham reabilitatsiya xizmatlariga jalb qilish choralari ko'riladi. Yetim yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bolaga nisbatan muqobil joylashtirish shakllari belgilanadi. Agar odam savdosi bilan bog'liq g'ayrihuquqiy harakatlar bolaning oila a'zosi tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bola aniqlangan vaqtdan e'tiboran 1 sutka ichida professional tutingan oilaga yoki kichik hajmli ijtimoiy ko'mak markaziga xavfsiz joylashtiriladi.
Farmon bilan bolalarga nisbatan sodir etilgan odam savdosi uchun alohida jinoyat javobgarlikni belgilash, bunday ishlar bo'yicha tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergovni prokuratura organlariga o'tkazishga doir qonunchilik takliflarini kiritish vazifasi qo'yildi. Bu yerda asosiy maqsad jazoni og'irlashtirish o'zi emas. Asosiy maqsad bolaning hayoti, erkinligi va kelajagiga tajovuz qilgan har qanday shaxs uchun javobgarlik muqarrar bo'ladigan tizimni yaratishdir. To'rtinchidan, ixtisoslashgan muassasalar hududlarga yaqinlashtiriladi, ularning imkoniyatlari va natijadorligi oshiriladi. Avval respublika faqat Toshkent shahrida odam savdosidan jabrlangan shaxslarga reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, endilikda ayollar va bolalarni reabilitatsiya qilish respublika markazining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridagi hududiy markazlarda odam savdosidan jabrlangan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlarini qabul qilish yo'lga qo'yiladi. Beshinchidan, tizimli va muntazam nazorat mexanizmi joriy etiladi. Davlat organlari tomonidan xizmatlar ko'rsatilishi ijtimoiy inspeksiya tomonidan o'rganib boriladi. Milliy komissiya esa davlat va nodavlat tashkilotlar faoliyatining natijadorligini har yarim yilda tahlil qilib, zarur choralarni belgilaydi.